Hurmatli kuzatuvchilar, kuz, qish payti kelgandan keyin lo'r a'zolar, quloq, tomoq, burun a'zolaridan eng ko'p uchraydigani bu o'tkir tumov. Buni sabablari stafilokokk va infeksiyalar va viruslar bo'lishi mumkin. Ana shu rinitni 3 xil davri bo'ladi. Birinchi davrda burunda quruqlik seziladi. Burun quruq bo'lib, xuddi havo hammasi miyaga ketayotgandek achish bo'ladi. Bu birinchi davr. Bu 1-2 kun kechadi. Ikkinchi davri u burunni ichidagi yallig'lanish kuchayib, u juda ko'p ajralmalar bo'ladi. Burundan ajralma bo'lib, burun bitib qoladi. Nafas ola olmaydi, burun bitadi. Bu ham 3-4 kun davom etadi. Ana shu burun bitib, burundan ajralma bo'lgandan keyin biz dori-darmonlarni qabul qilamiz, parvarish qilamiz. Keyin u 3-tuzalish davriga o'tadi. Tuzalish davrida burundagi ajralmalar quyuqlashadi va ajralmalar kamayadi, sekin asta tuzaladi. Ana shu davr 7 kun, 8 kun insonning ahvoliga qarab 10 kungacha davom etadi. Endi mana shu o'tkir rinitning eng yomon asoratlari shu burunli bo'lgan yallig'lanish burun yondosh bo'shliqlarga tarqalib kasalni og'irlashtiradi. Shuning uchun gaymarit, etmaydit, frontit kasallarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun o'tkir rinit tumov bo'ldimi, darrov o'sha burunni ochadigan dori vositalaridan foydalanib, agar zarur bo'lsa antibakterial dorilardan va immunitetni insonning qarshilik kuchini ko'taradigan dori-darmonlarni qabul qilib, tezda buni davolashimiz kerak.